Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Xayrli kech hammalaringizga. Kechki payt bo'lishiga qaramasdan sizlar bilan bir nimani ilash maqsadiga video tayyorladik. Mana shu alpin echkimiz. Mana bu alpin echkimiz anchadan beri uzayga yetamiz deb yurgandik. Qisirma bo'g'ozligini bilmasdan nasib etsa buni uzayga etdik. Uzay qisir deb aytdi. Endi buni nasib etsa davolab takkadan chiqaramiz xudo xolasa. Buni sheriga bilasizlar, birinchi YouTube platformasini yuritishimga olingan echkilarimdan bittasi mana shu. Mana bu o'sha alpinimiz sotuvga qo'yilgan. Xo'sh, buni sheriga mana bu. Mana Sibesa buni yelinchalari mana. Mana shuni sheriga sotuvga qo'yildi. Mana alpinimiz. Buni endi uzayga yetib keldik. Hozir video davomida uzay qilingan jarayonlarni qo'yib ketaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Qisir echki, qisir qo'ygan. Nima sababdan qisir qoladi? Shu nimasi to'g'ri kelmay qolgandir kelgan paytda yoki oldida doim yurganmi? Ha, taka. Ular avvaldan kirdimi, qayerdan kirdi? Qanimda qara. Sotish uchun bo'lyapti bu endi. Bachasi bor yo'g'lig'i spotlar. Yo'q. Ko'rinmoqda. Ko'rinma. Qararoq ko'rinmoqda. Ochish kerak aka junini. Olmay turavering. Jun och